Bugungi mavzuyimiz Helicobacter pylori. Helicobacter pylori bu dunyo aholisining yarmidan ko'pining oshqozonida uchraydigan bakteriyadir. Ba'zi odamlarda u oshqozon shilliq qavatining yallig'lanishiga sabab bo'lishi va yara kasalligiga olib kelishi mumkin. Helicobacter pylori bilan bog'liq yaralarning asoratlari mashhur yozuvchi James Joyce'ning o'limiga sabab bo'lgan deb hisoblanadi. Helicobacter pylori bu egri tayoqcha shakliga ega bo'lgan gram-manfiy bakteriyadir. Unda harakatlanish uchun zarur bo'lgan bir nechta dumga o'xshash 2 tadan 6 tagacha flagellalar mavjud. Ular ureaza, oksidaza va katalaza fermentlarini ishlab chiqaradi va mikroaerofil hisoblanadi. Ya'ni kislorod kerak, lekin u atmosfera darajasidan ancha past bo'lishi lozim. Oshqozonda 4 ta soha ajratiladi: kardial qism, to'p qism, tana va pilorik qism. Privatnik 2 qismga bo'linadi: antral bo'lim va pilorik kanal. U ingichka ichakning birinchi bo'limi 12 barmoqli ichak bilan tutashadi. Butun oshqozon ichak traktining ichki devori 3 ta hujayra qatlamidan tashkil topgan shilliq qavat bilan qoplangan. Eng ichki qatlam bu epiteliy qatlami bo'lib, u shilliq modda va hazm fermentlarini ajratadi hamda ba'zi moddalarni so'radi. O'rta qatlam qon va limfa tomirlariga ega bo'lgan o'z plastinkasi hisoblanadi. Shilliq qavatning tashqi qatlami esa silliq mushaklardan iborat bo'lib, u qisqaradi va hazm jarayoniga yordam beradi. Epiteliy qatlami ba'zi joylarda oshqozon shilliq qavatining yuzasidan pastga tushib, oshqozon chuqurchalarini hosil qiladi. Bu chuqurchalar oshqozon bezlari bilan tutashadi. Ularning ostida esa turli xil epiteliy hujayralari joylashgan bo'lib, har biri turli moddalarni ajratadi. Masalan, favolyar hujayralar yoki mukotsitlar shilliq mukoz ajratadi. Bu shilliq suv va glikoproteinlar aralashmasidan iborat bo'lib, oshqozon epiteliy hujayralarini qoplaydi. Agar epiteliy hujayralarni qoplab va himoya qilib turadigan shu shilliq bo'lmaganda, oshqozon va 12 barmoqli ichakning shilliq qavati o'zining fermentlari va xlorid kislotasi ta'sirida hazm bo'lib ketgan bo'lardi. Oshqozon bezlarida, ayniqsa oshqozonning tana va to'p qismida parietal hujayralar joylashgan bo'lib, ular oshqozonda kislotali pHni saqlashga yordam berish uchun xlorid kislotani ajratadi. Shuningdek, asosiy bosh hujayralar mavjud bo'lib, ular oqsillarni hazm qilish uchun pepsinogen ajratadi. G hujayralar esa gastrin gormonini ishlab chiqaradi. U bir qator ta'sirlarga ega bo'lib, jumladan parietal hujayralarni stimulyatsiya qiladi. Helicobacter pylori infeksiyalangan bir odamdan boshqasiga fekal oral yo'l orqali yoki ehtimol og'iz oral yo'l orqali tarqaladi. Ya'ni oziq-ovqat, suv orqali va hatto bevosita najas, qusundi yoki so'lak bilan yuqishi mumkin deb hisoblanadi. Bakteriya oshqozonga tushgach, u harakatlanish uchun o'zining flagellalaridan foydalanib, oshqozon shilliq qavatiga qarab harakat qiladi. Odatda u pH darajasi kamroq kislotali bo'lgan hududlarga ko'chadi. Ichki qismga o'tadi. U yerda parietal hujayralar kamroq bo'ladi. So'ng bakteriya o'zining adgeziya, ya'ni yopishish oqsillaridan foydalanib, favolyar hujayralar yuzasiga yopishadi va shu joyda turli virulentlik omillarni ajratadi. Bu omillar unga ham yashashga yordam beradi, ham shilliq qavatga zarar yetkazadi. Bakteriyaning yashab qolishi uchun eng muhim fermentlardan biri bu ureazadir. Chunki u oshqozon shirasidagi mochevinani karbonat angidrid va ammiakka aylantiradi. Ammiak esa ishqoriy modda bo'lib, mahalliy darajada oshqozonning kislotali muhitini neytrallaydi va Helicobacter pylorini oshqozonning kuchli kislotali muhitidan himoya qiladi. Garchi Helicobacter pylori odatda epiteliy hujayralar ichiga kirmasa ham, u ajratadigan ayrim virulentlik omillari ularga sezilarli zarar yetkazadi. Ba'zi bakteriya shtammlari sitotoksin bilan bog'liq gen SAC-A ni ishlab chiqaradi. Bu omil epiteliy hujayralar o'rtasidagi yopishishni buzadi. Bu esa odatda shilliq qavatning pastki qatlamlarini himoya qilishga yordam beradi. Yallig'lanishli immun javobni keltirib chiqaradi, ya'ni oddiy qilib aytganda gastritga olib keladi. Surunkali infeksiyalarga SAC-A oshqozon saratonining 2 turining rivojlanishi bilan bog'liq, shilliq qavat bilan bog'liq limfoid to'qima limfomasi, bunda B hujayralari ishtirok etadi hamda oshqozon bezlari hujayralari ishtirok etadigan adenokarsinoma hisoblanadi. Ba'zi Helicobacter pylori shtammlari vakuollashtiruvchi sitotoksin A, VAS-A deb ataladigan egzotoksin ishlab chiqaradi. Bu epiteliy hujayralarning o'limiga olib keladi va shilliq qavatning pastki qatlamlarini oshqozon kislotasi ta'siriga ochib qo'yadi. Vaqt o'tishi bilan tobora ko'proq hujayra qatlamlari nobud bo'ladi. Natijada shilliq qavatda teshiklar paydo bo'ladi va yaralar hosil bo'ladi. Yallig'lanish shuningdek D hujayralarini gastrin ajratishga ham rag'batlantiradi. Bu o'z navbatida parietal hujayralarni yanada ko'proq xlorid kislota ishlab chiqarish
yeyishga rag'batlantiradi. Kislotaning ortiqcha miqdori oshqozon va 12 barmoqli ichakda yaralar hosil bo'lishiga sabab bo'lishi mumkin. Juda chuqur yaralar pastga joylashgan qon tomirlarini shikastlashi va hatto oshqozon yoki 12 barmoqli ichak devorining butun qatlamini yemirib, perforatsiyaga olib kelishi mumkin. Juda kam hollarda 12 barmoqli ichakning pilori kanalidagi uzoq davom etgan yaralar sezilarli shish yoki ko'plab chandiqlar bilan kechib, oshqozon tarkibining 12 barmoqli ichakka normal o'tishiga to'sqinlik qiladi. Ko'pchilik odamlarda Helicobacter pylori infeksiyasi hech qanday alomatlarsiz kechadi. Ba'zi odamlarda esa, ayniqsa SAG-A va VAS-A genlariga ega shtammlar bilan surunkali infeksiya kechishi mumkin. Bu holat quyidagi alomatlarni keltirib chiqarishi mumkin. Ya'ni jig'ildon qaynashi, nafas qisishi, ishtahaning pasayishi, shuningdek ovqatdan bir necha soat o'tgach kuchayadigan qorin og'rig'i, qon tomirlarini yemiradigan yaralar qon ketishiga olib kelishi mumkin va qusishda yoki najasda qon paydo bo'lishi mumkin. Agar arteriya shikastlansa, bu tez qon yo'qotish va shok holatiga olib kelishi mumkin. Agar perforatsiya yuz bersa, havo diafragma ostida to'planib, diafragmal nervni qo'zg'atishi mumkin. Shunga mos ravishda og'riq yelkaga tarqalishi mumkin. Surunkali infeksiya shuningdek temir tanqisligi anemiyasiga ham olib kelishi mumkin. Bakteriyalar oziq-ovqat bilan kiradigan temirni o'zlashtirib olib, uni deyarli yeb qo'yadi, natijada organizmga temir yetib bormaydi deb hisoblanadi. Infeksiyani aniqlashning bir nechta usullari mavjud. Bakteriya yoki uning fermentlarini aniqlash uchun najasdagi antigenlarni tahlil qilish, qon titrlarini tekshirish yoki yorliqlangan mochevina bilan urea nafas testini o'tkazish muhim. Oshqozon ichak endoskopiyasi esa biopsiya olish uchun qo'llaniladi. Bu kabi jarayonlar barchasi Helicobacter pylorini aniqlashda qo'l keladi. Olingan materialdan Helicobacter pylorini yetishtirish, kultura qilish orqali ham tashxis qo'yish mumkin. Agar klinik alomatlar bo'lmasa, odatda bu infeksiya davolanmaydi, lekin agar bakteriyalar odamda oshqozon ichak tizimi saratoniga oilaviy moyillik aniqlansa yoki klinik alomatlar mavjud bo'lsa, 3 komponentli terapiya qo'llaniladi. U odatda 2 ta antibiotikdan, ko'pincha amoksitsilin va klaritromitsindan hamda proton nasosi ingibitoridan iborat bo'ladi. Xulosa qilib aytganda, Helicobacter pylori gram-manfiy mikroaerofil bakteriya bo'lib, odatda oshqozonda uchraydi. Infeksiyalangan odamlarning ko'pchiligida alomatlar bo'lmaydi. Uning mavjudligi oshqozon va 12 barmoqli ichak yaralari, malt limfomasi va oshqozon saratoni rivojlanishi bilan bog'liq o'tkir infeksiya, o'tkir gastrit sifatida namoyon bo'lib, qorin og'rig'i yoki ko'ngil aynishi bilan kechishi mumkin. Davolash antibiotiklar va proton nasosi ingibitori kombinatsiyasidan iborat hisoblanadi.